Target haqida qayerdan eshitdingiz? Keyin o'zimga o'xshaydigan tengdoshlar bilan IELTS bor, SAT'si bor, o'zimdan kuchli bolalar, o'zim bilan teng bolalar. Xo'p, o'sha paytlarda chet elda o'qish haqida o'ylaganmisiz yoki bu fikr keyinroq paydo bo'lganmi? Congratulations deb chiqadigan joyda o'sha feeling boshqacha bo'lgan va aynan o'sha payti biz zavtrak qilayotgan paytimizda ota-onam yonimda edi, o'sha kiribman deb baqirib, o'sha emotsiyalar boshqacha bo'lgan o'sha payt. Xo'p, Abdulaziz, viza intervyusida qanday savollar berildi? Intervyu o'zi 5 daqiqa davom etdi, taxminan 5 daqiqa va 5 ta savol berildi. Assalomu alaykum hammaga. Bu Target podcastining birinchi epizodi. Men Maftuna Abduhakimova Target xalqaro maktabda 11-sinfda o'qiyman. Va bugun biz bilan juda qiziqarli mehmon bor. Abdulaziz Muhammadjonov. U Gettysburg kollejga qabul qilingan va hozirda Targetda o'qiydi. Men u bilan SAT kurslariga birga qatnashganman va bugun aynan shu yigit bilan o'tirib uning yo'li, tajribalari va maslahatlari haqida gaplashamiz. Xo'p, xush kelibsiz Abdulaziz. Assalomu alaykum. O'zingiz haqingizda ozgina aytib bersangiz. Men Muhammadjonov Abdulaziz. Muhammadjonov Abdulaziz 2007-yilda Toshkent viloyatining Bekobod tumanida tug'ilgan. U 1-7 sinflarini Zafar shaharchasidagi 6-maktabda, 8-10 sinflarini esa 7-maktabda davom ettirgan. Hozirda Target xalqaro maktabining 11-sinf o'quvchisi. Abdulaziz Gettysburg kollejidan $284,000 miqdoridagi grantni qo'lga kiritib, bakalavriat bosqichini o'qish uchun AQShga yo'l olmoqda. Gettysburg College'ga full tuition scholarship bilan qabul qilindim. Hozirda Target xalqaro maktabida 11-sinfda o'qiyman. Xo'p, Abdulaziz, Targetdan oldingi hayotingiz haqida gaplashsak, qayerda o'qigansiz va nimalar bilan shug'ullangansiz? Men oldin davlat maktabida o'qiganman. Shu 7-sinfdan beri ingliz tiliga qiziqib kelaman va IELTS olishga juda ham qiziqardim. Va Targetga kelganimda IELTS bilan kelgandim, IELTS 7 bilan kelgandim. Va bu yerda SAT kurslariga tayyorlanib SAT oldim. Target haqida qayerdan eshitdingiz? Shu Instagramda postlarni ko'rib, storieslarni ko'rib, keyin qiziqib, shu yerga o'tishga qaror qabul qilganman. Targetga ilk kuningiz qanday o'tgan? Ilk kunim o'rtacha, normal, har xil viloyatlardan kelgan bolalar, har xil do'stlar, keyin o'zimga o'xshaydigan tengdoshlar bilan IELTS bor, SAT'si bor, o'zimdan kuchli bolalar, o'zim bilan teng bolalar. Atmosfera zo'r bo'lgan. Tushunarli. Xo'p, Targetga grant bilan kelgansiz, menimcha shunday. Shunday. O grant qanday yutgansiz? Ekzamen bo'lgan, ingliz tilidan va matematikadan va essay ham bor edi. O'sha narsa mashqlarda qilib bo'lgandan keyin oxirida rezultatlar chiqqan va top 15 talikka kirgandim. O'shanda grant berishgandi menga. Xo'p, o'sha paytlarda chet elda o'qish haqida o'ylaganmisiz yoki bu fikr keyinroq paydo bo'lganmi? Shu Targetdan xalqaro universitetlarga, cho'tka universitetlarga kirgan bolalar bilan havas qilib, men ham keyin bularning orqasidan shu maktabda o'qishim kerak degan shunaqa fikr kelgan, shu men ham kirishim kerak zo'r universitetlarga, aynan grantlar bilan. Va bu borada Target katta ko'makchi bo'ldi menga. Xo'p, Gettysburg haqida gaplashsak. Gettysburgdan qabul xatini olgan kuningiz esingizdami? Esimda, kechasi soat 2larda chiqqan ekan aslida, lekin men ertalab 7larda turib ko'rgandim. Ko'rganimda reski anaqalar congratulations deb chiqadigan joyda o'sha feeling boshqacha bo'lgan va aynan o'sha payti biz zavtrak qilayotgan paytimizda ota-onam yonimda edi, o'sha kiribman deb baqirib, o'sha emotsiyalar boshqacha bo'lgan o'sha payt. Shunda qabul xatini ochganingizda birinchi bo'lib ota-onangizga aytgan bo'lgansiz. Ha, shunday. Va undan keyin bobom-buvamlarga. Xo'p. Nimaga aynan Gettysburg College? Gettysburg LAC bo'yicha yaxshi universitet hisoblanadi va aynan o'qimoqchi bo'lgan majorimda ham top rankinglarda yaxshi o'rinlarda turadi. O'shaning uchun ham Gettysburg College'ni tanladim. Xo'p, nechinchi o'rinda turardi? LAC bo'yicha 45-o'rinda turadi hozirda. Qaysi yo'nalishda o'qiysiz? Economics and Finance ga, xudo xolasa. Xo'p, Gettysburg College haqida aytib bersangiz ozroq, qayerda joylashgan? Gettysburg College ham Pensilvaniyada joylashgan va unchalik ham mana shaharli joylarda emas, tog'li regionda joylashgan va tarixiga keladigan bo'lsak, Civil War o'shda sentr hisoblangan ekan. Hozirda ham mana исторический narsalari, pulemyotlar hammasi o'shda исторический muzeylarda bor ekan. Qiziqib ko'rganimda shu narsalar ko'ringandi. Ariza topshirish jarayoni haqida gaplashamiz. Xo'p, ariza topshirish jarayoni qanday bo'ldi?
ariza topshirishga keladigan bo'lsak, biz Common App programmasida hamma narsani profilda to'ldirib bo'lib va universitetlarda research qilgandan keyin shu Gettysburgga topshirdim. Extracurricular activities, essays, supplemental essays, yana nima? IELTS SAT'larda hammasini submit qilib bo'lgandan keyin o'sha universitetlarga topshirishni boshladik. Va oxirida regular decision ham shu 5-yanvarlarga kelib turib o'sha tugadi. Eng qiyin bosqichi nima bo'ldi siz uchun? Albatta esse, chunki yozish juda ham qiyin, shaxsan men uchun. Keyin 650 ta so'z, u endi ko'p. Hop, bu Personal statement da. Hop, personal statementni qanday yondashgansiz? No, ichidagi mavzusimi? Yes. Ichidagi mavzusi shu shaxsiy rivojlanish va shaxsiy o'zgarishga bog'lab turib yozganman. Ya'ni oldin boshqacha odam edim, hozir umuman boshqacha odamman deganday qilib 650 taga yetkazganmiz. Hop, ozroq aytib bera olasizmi? Oldin boshqalarga yutishiga havas qilib emas, oldin ozgina hasad bilan men bundan o'tib ketishim kerak. Men bundan zo'r bo'lishimga aqlim yetadi degan narsa bo'lgan. Hozirda esa davay birga qilaylik shu narsani, ya'ni collaboration instead of competition, instead of toxic competition. Hozir shu rejimga o'tganman, ya'ni hech qanaqa konkurensiya yo'q, faqatgina o'zim bilan o'zim konkurensiya va boshqalar bilan keladigan bo'lsa, ular bilan kollaboratsiya qilib, naborot birga rivojlanib, uzoqroq yo'lga borish. Shunaqa ma'noda yozilgan, endi aytga examplelar qo'shib, har xil narsalar qilingan. Yaxshi. Xo'p, Abdulaziz, agar yana imkoningiz bo'lganda, nimani boshqacha qilgan bo'lardingiz? Tayyorlanish paytida extracurricular activitiesga ko'proq vaqt ajratgan bo'lardim. Sababi menda unchalik ham kuchli emas, o'rtacha, kuchli emas-da. Shu narsalarga, ya'ni collaboration qilib turib, har xil volonterskiy narsalarga qatnashib, o'zimni social activitieslarni kuchaytirishga e'tibor qaratgan bo'lardim va akademikga keladigan bo'lsak, mana shu IELTS SAT'larda yanada ham vaqtliroq boshlashda o'zimga maslahat bergan bo'lardim. Xo'p, Gettysburgdan tashqari yana qaysi universitetlarga topshiruvdingiz? University of Mississippi va Babash College'dan full tuition oldim va ularni tanlamadim. Gettysburg ko'proq yoqdi. Nimaga ularni tanlamadingiz? Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Pensilvaniyada joylashgan Gettysburg, qolganlari Mississippi va Indianada joylashgan. U taraflarda o'zbeklar va tanishlar kamligi uchun, bu yerda Pensilvaniyada borligi uchun, Pensilvaniya ham New Yorkka yaqinroq, keyin Washington DCga ham yaqinroq, ham sentralroqda joylashganligi uchun keyin Gettysburgga tanladim oxiri. Tushunarli. Xo'p, IELTS va SAT haqida gaplashsak. IELTS va SATga qanday tayyorlangan edingiz? IELTSga shu o'quv markazida tayyorlanib, 1,5 yil, 2 yil davomida o'qib, 7 ta natijani qabul qilganman. Keyin SATga keladigan bo'lsa, bu yerda 6 oy o'qidim shekilli. Maksimum 6 oy yoki 7 oy bo'ldi. Shu bilan targetni topshirdim o'zi, test center va 1450 natijani qayd etdim. Tushunarli. Gettysburgga 1450 bilan topshirganmidingiz yoki shunday? Va full tuition bo'lganini sababi ham shu narsa deb o'ylayman, chunki baribir akademikga qarashadi. 6 oy ichida 1450 oldingiz. Ha, shunday. Xo'p, SATdan men eslayman, birga SAT darslariga kirardik. Ulug'bek teacherni darslariga. Xo'p, ozgina aytib bera olasizmi Ulug'bek teacher darslari haqida? Darslar juda ham yaxshi bo'lardi, Mr. Ulug'bek darslarida. Sababi har xil narsalar qilib ko'rib, praksislarda ham har xil yo'llarda analiz qilib, har taraflama yechim topardik misollarga va darsning oxiriga kelganda faqatgina dars emas, chunki ba'zi bir o'quvchilarga o'zi life experience'larni share qilib, universitetga topshirish bo'yicha master klasslar ozgina bo'lardi, 10 minut, 15 minut. Sababi ularda ham ozgina emas, anchagina tajribasi bo'lganligi uchun biz ham ulardan olishga qiziqardik. Va shu bilan birgalikda ham SAT'ni, ham college application darslarini ham birdaniga o'tib olgan paytlarimiz ham bo'lgan. Sababi deadline'lar yaqinlashgan sari o'sha studentlar ofis hourlarga qiziqib, essaylarimni tezroq yozishim kerak, tezroq keyin profilni to'ldirishim kerak, Common App'da shunaqa narsalar bilan darslarimiz har xil bo'lardi. College application ham SAT kurslariga ozgina aralashib ketardi. Tushunarli. Xo'p, SATga, ya'ni
teacher bilan shug'ullangansiz, to'g'rimi? Shunday. IELTS qancha, self studymi yoki kursga borgansiz? Kursga borganman. O'zimizni viloyatda u yerda 1,5 yil 2 yil davomida o'qib turib, o'sha yerda topshirganman IDP bilan va 7 dan olganman. Eng ko'p yordam bergan narsalar shu birinchi o'rinda preparation is the key to success deyshadi va dars qilishdan avval nimalar qilishim kerak, necha minut davomida pomodoro texnikam bor. O'sha narsalardan foydalanib har xil narsalarni try qilib ko'rganman va o'zimga ma'lum muddat berardim, shtob distracted bo'lmaslik uchun va oxirida qanaqadir xatolar bo'lsa, o'qituvchim har doim yordamimda bo'lgan. Nimadir so'rasam vaqtida javob berib, o'rgatishlarni ham qilishga ba'zida yordam berishgan, tushunmagan joylarini. Va ayni IELTS ekzameni yaqinlashgan payti o'sha discipline, 1 oy avvallik, 2 oy avvallik challengelar va oxir oqibat keyin ota-onaning duosi baribir. Duoda ham baribir gap ketdi. Shu narsalar deb o'ylayman. Tushunarli. Hop. Extracurricular activities haqida gaplashsak. Arizangizda qanday extracurricular activities ko'rsatgan edingiz? Eng yaxshilaridan bu ishlaganman o'quv markazida, o'sha ayni aytgan o'quv markazimda ishlaganman 1 yil davomida ekzaminlar bo'lib, bu yaxshilaridan, eng yaxshilaridan va National Olympiad bo'lgan O'zbekiston bo'yicha o'shunda birinchi o'rinda olganmiz. Bu yutuqlardan shu bo'lgan eng yaxshilaridan. Shunda English teacher bo'lib ishlagansiz, yo'q, to'g'rimi? examiner. Shunchaki test olib, testlarni tekshirib va ularga o'quvchilarga tushuntirib berish, analiz qilib. Asosiy ishim shunaqa bo'lgan. Tushunarli. Nimalar yordam bo'ldi mana sizga? Har xil yordami, har xil odamlar bilan o'zi chiqishib ketish, communication, empathy shu narsalar ancha rivojlandi. Bir-biri bilan odamlar bilan kelishib gaplashish, to'g'ri yo'lda munosabat qurish va punctual bo'lish. Sababi test bo'ladi, uni 2 kun yoki 3 kun davomida siz uni tekshirib, o'sha bolalarga natijani e'lon qilishingiz kerak va boshqa testlar ham sizni kutib turgan bo'ladi. Shunda vaqtni to'g'ri boshqarib turib, tezda testlar tekshirib, natijani e'lon qilish vazifam bo'lgan. Va bu narsa o'sha 1 yil davomida qaytarilgandan keyin o'sha refleks bo'lib qolgan. Shu men tezroq qilishim kerak. Tezroq natijalar chiqarib e'lon qilib, ularga analiz qilib berishim kerak xatolarni. Shu narsalarga juda yordam bergan, shu punctual bo'lishga. Abdulaziz, tabriklayman. Vizangiz ham chiqqan ekan. Xo'p, viza jarayoni qanday bo'ldi? Viza jarayoni Diyorbekir, Torontoda o'qiydigan student bilan birga tayyorlandik 1,5 oy davomida. Ular bilan har hafta mitinglar qilib, har hafta mock intervyular qilib, o'sha hayajonni yo'qotishga va ishonchni orttirishga rosa ko'p ishladik va savollarga keladigan bo'lsa ham savollarga datova tayyorlandik va oxir oqibat dolisi vizani oldik. Xo'p, Diyorbek haqida ozgina aytib bersangiz. Ular shu sentyabrdan beri bizda shu college application bo'yicha yordam berishadi. Har xil qanaqadir muammo bo'lsa yoki dokumentni topshirish bo'lsa, hammasiga yordam berishadi. Va men o'sha final stage'ga kelganimda o'sha final stage visa intervyu ularga ham yordam berdi. Va bularga katta rahmat. Sababi juda ko'p mitinglar qildik va ishonchni orttirishga ham rosa ko'p ishladik. Hozir kechasi 12-1 bo'lib ketsa ham birga miting qilib o'tirgan paytlarimiz ham bo'ldi. Ularga katta rahmat. Xo'p, Abdulaziz, viza intervyusida qanday savollar berildi? Intervyu o'zi 5 daqiqa davom etdi. Taxminan 5 daqiqa va 5 ta savol berildi. Nima uchun Amerikaga ketyapsan? Bu universitetni qayerdan topding? Sponsoring kim bo'lgan? Sponsoring kim bo'lib ishlaydi? Va ingliz tilini yaxshi bilar ekansan, qayerda o'qigansan ingliz tilini? Shu 5 ta savol. Shu 5 ta savol bo'ldi va shu bilan keyin I approve your visa deyishdi, bo'ldi. Va bu savollarga qanday tayyorlangan edingiz? Bularga ancha avvaldan tayyorlanib, yaxshi tayyorlangandim. Bunchalik muammo bo'lmadi. Eye contact ushlagan holda to'liq javob berildi. Olindi keyin viza dolisi. Xo'p, visa approve deyilganda qanday his-hayajonlar bo'ldi? Bashim dahshat emotsiyalar bo'ldi o'sha payt, sababi o'sha sizga dokumentlar, pasportingiz olib qolib, dokumentingizni qaytarib berayotgan payti, o'sha I-20 acceptance letterlar qaytarib berayotgan payti men даже papkaga ham solmasdan turib, qaysi eshikdan chiqish kerak deb turib odamlardan so'radimda, shunda ko'rsatdi, shu bilan yugurib chiqib ketdim. Va o'sha u yerdagi emotsiya bashim dahshat bo'ldi. Xo'p, birinchi urinishdanoq viza ola olaman deb o'ylaganmidingiz?
Allohga tavakkal deb, shunaqa deb o'ylagandim. Oxiri xotirjamlik kelganda, olishim kerak bu narsani, bu yerda olishim shart degan narsa ham o'zi kallada bo'lgandi. Lekin o'zi boshqa odamlarni ko'rayotgan paytim o'zi 4 ta 5 ta mendan oldingi odamlarga hammasiga rejak beryapti-da, menga o'sha narsa kelayotgan. Lekin o'zi biznes intervyuga borgandan keyin o'zimni yig'ib olib turib, faqat eye contact ushlab, u yerini ko'rinib, keyin o'zi shunaqa change bo'ldi keyin situation o'sha payt. Xo'p, vizangiz javobi qachon chiqdi? 8-aprel topshirgan bo'lsam, 10-aprel kuni pasport qo'limda edi. Yaxshi. Xo'p, Abdulaziz, endi yozda Amerikaga ketishgacha nimalar bilan shug'ullanyapsiz? Hozir shu davrimda boshqa studentlarga ham ozgina yordam berib, targetda qanaqadir essaymi, bir dokumentlarni to'g'irlash bo'yicha ularga ham ozgina yordam berib, hozirgi asosiy vaqtimni shularga qaratayman va universitetimda qanaqa nima bo'ladi, o'shdagi studentlar bilan gaplashib, bu yerdagi atmosfera, boshqa studentlar nimalar bilan shug'ullanyapti, qaysi darslar yaxshiroq, qaysi professor yaxshiroq, o'shlarda research qilgan holda kunim asosan shular bilan o'tyapti. Tushunarli. Ya'ni siz maktabning yotoqxonasida turasiz, to'g'rimi? Xo'p, maktabning yotoqxonasi haqida ozgina aytsangiz. Maktab yotoqxonasi men o'ylagandan ancha yaxshiroq edi, sababi sharoitlarga kerakligan bo'lsa, hamma sharoitlar bor va atmosferaga keladigan bo'lsa, har xil viloyatdan kelgan bolalar va o'zim darajamdan yuqoriroq bolalar ham bor, o'zimdan bilan teng darajadagilar bor. Ya'ni siz atrofingizdagi bolalar qanaqa bo'lsa, siz ham xuddi shunaqa bo'lasiz degandek gap. Ulardan ham ozgina mendan yuqqan, balki mendan ham ularga yuqqandir va aynan men yoqtirgan sport anaqalari ham stadion bor, stadionda maza qilib atmosferaga keladigan bo'lsa, maza qilib futbol o'ynaymiz. Umumiy olganda zo'r. Tushunarli. Xo'p, Abdulaziz, yozda Amerikaga borishdan oldin biror bucket list qildingizmi? Ya'ni qanday rejalar bor? Ota-onam bilan ko'proq vaqt o'tkazish, sababi o'zi ketgandan keyin 1 yil yoki o'zi bitta semestrdan keyin qaytib kelinadi. Va har xil mehmonlarga borib yurish yoki qanaqadir to'y bo'lsa yoki tug'ilgan kunlar bo'lsa, ularga borib yuraman, ular bilan engage qilish uchun qarindoshlar bilan ham, tog'am, ammam, hammalari bilan. O'shaning uchun asosiy narsa shu deb o'ylayman, shular eng muhimi, masalan, ketayotgan student uchun. Chunki u yerga borgandan keyin baribir sog'inch anaqalari albatta bo'ladi. To'g'ri. Xo'p, Abdulaziz, nimaga aynan maktabning yotoqxonasida qolishni tanlagansiz? Sabablari ko'p. Birinchi sabablaridan maktabga yaqin bo'ladi. O'zi sal kechroq turib qo'ysangiz ham tezda kiyinib maktabga kelsangiz bo'ladi va 24 ga 7 dars qilishga imkoniyat, librarylar ochiq bo'ladi har doim. U yerga kirib o'zingiz darsingizni qilib, Wi-Fi dan foydalanib bemalol qilsangiz bo'ladi. Va yotoqxonada bo'lgandan keyin bolalar bilan o'zi do'stlashasiz, har xil joylardan kelgan do'stlaringiz bo'ladi. Lekin u yerdagi atmosfera haqida, ularni nima deydi, o'qishlari haqida so'rab surishtirib, ya'ni dunyoqarashingizni kengaytirishga imkoniyat ham xuddi shu yerda bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, Abdulaziz, maslahatlar. Targetdagi 9-10 va balkim 11-sinf o'quvchilariga qanday maslahatlar berardingiz? Harakatni tezroq boshlash kerak, vaqtliroq boshlab turib, ko'zni ochib, har xil deadline'larda o'tkazib yubormasdan turib, ularga ulgurish va eng asosiysi va o'qituvchilar bilan intensiv darajada tayyorlanib, deadline'larga eng asosiysi ulgurish. Sababi bir ikkitasini o'zim o'tkazib yuborganman. O'sha narsa afsus bo'lgan. O'shaning uchun deadline'lar eng muhim deb hisoblayman. Xo'p, sizningcha ular qayerdan boshlash kerak va qachon? Menimcha shu 8-sinflar normalniy. Sababi aynan o'sha o'zingizni tanib olgan paytingiz bo'lgandan keyin o'zingizni kontrol qila olasiz. Sababi yosh bola emassiz, 8-sinf, 9-sinf bo'lgandan keyin o'zi IELTS SAT'larni o'zi tezroq hal qilib, essaylarga va EC'larga tezroq harakatni boshlash kerak. Ya'ni maktabdan tashqari mashg'ulotlarga. Abdulaziz, qanday xatoliklardan ehtiyot bo'lishsin? College application kelayotgan bo'lsak, mentor tanlashda bu eng asosiysi, sababi sizga yo'nalish ko'rsatadigan eng asosiy inson bu yerda mentor bo'ladi. U endi o'zini darajasini ko'rsatib, ancha yuqori darajada bo'lishi kerak deb o'ylayman va
Universitetda research qilayotgan payti universitet veb-saytlaridan niche.com, collegevine hammasini ko'rib turib, umumiy ma'lumotlarni olgandan keyin bu universitetga topshirish kerakmi, kerak emasmi, deadline'larni ko'rib chiqib, deadline'larni ko'rish eng asosiysi va universitetda research qilish, bu universitet menga to'g'ri keladimi, men o'qimoqchi bo'lgan sohalar bu yerda bormi va qay darajada yaxshi o'qitiladi, bu narsalar bilish universitetni tanlash paytida eng asosiy narsalar deb o'ylayman. Bularga qarash eng asosiysi. O'zimda shaxsan xatolar bo'lgan, boshqa universitetlarga topshirganman, lekin to'g'ri yaxshi universitet bo'lgan, lekin xalqaro studentlarga umuman grant ajratmaymiz degan joyini o'sha qoldirib ko'rmaganman veb-saytda. Yaxshi research bo'lmaganligi uchun. Menimcha shular shu research skillsni ancha rivojlantirish kerak va ChatGPT bilan ishlashda ancha yaxshi o'rganish kerak. Xo'p, Abdulaziz, universitet tanlayotganda nimalarga e'tibor bergansiz? Birinchi o'rinda grant berishi va universitetda qanchalik yaxshi shu soham bo'yicha yaxshi dars bera olishi. Shu narsalar eng asosiysi, sababi grant baribir xalqaro studentlarga kerak va ta'lim sifati ham yaxshiroq darajada bo'lishi kerak-da. Asosiy narsalarga shularga e'tibor qaratganman. Tushunarli. Xo'p, ChatGPT bilan ishlashni o'rganishlari kerak dedingiz. Aynan nimada? Essay yozishdami yoki ChatGPTni hamma narsada ishlatsa bo'ladi, sababi ChatGPT hamma narsani iloji bor va intervyuga tayyorlanish paytida ham mock intervyular qilib ko'rdim ChatGPT bilan va experience yaxshi bo'ldi. Qanaqadir template bor edi, specific template bor edi. O'sha template'ni berganingizdan keyin o'sha rejimda ishlaydi va bu narsada anchagina qiyin savollar ham, oson savollarni ham aralashtirib turib, vaziyatga qarab turib savol bergan paytlari ham bo'ldi va qiyin savollarga javob bera olmaydigan paytlarim ham bo'ldi. Va essay yozishda ham ishlatsa bo'ladi, lekin juda ko'p emas, sababi plagiarizm ko'payib ketib qoladigan bo'lsa, baribir u yerdagi universitetdagi odamlar baribir bilishadi, işte bu ChatGPT dan copy paste qilinganligini. O'shaning uchun unchalik ko'p ishlatmaslik kerak, lekin o'rtacha ishlatsa bo'ladi menimcha. Xo'p, Abdulaziz, vaqt ajratib kelganingiz uchun katta rahmat. Umid qilaman bu suhbat ko'plab o'quvchilarga juda foydali bo'ladi va ular ham shunday orzulari sari dadil harakat qilishadi. Agar siz ham chet el universitetlarida o'qishni orzu qilsangiz, harakatni bugundan boshlang. Bu essay yozish bo'lishi mumkin, IELTSga tayyorgarlik yoki shunchaki reja tuzish. Harakat boshlansa, orzular yaqinlashadi. Hammaga eslatma, bu faqat boshlanishi. Keyingi epizodlarimizda Duquesne University, University of Toronto, NYU Shanghai universitetlarga kirganlar bilan suhbatlar kutilmoqda.